qoldi. Ya'ni mana shu domla Solixonmi degan birda domla bor ekan. Mana shu Xorazm ayollari to'g'risida Qo'shtirnoq ichida bir chiroyli so'zlarni gapiribdi. 60 yoshidan o'tgan ayollar to'yga borib, mana shu erkaklar bilan teng turib aroq quyib ichayapti degan so'zlarni gapiribdi. G'iybat qilishni uddalabdi, lekin o'zi aslida mana shunaqangi so'zlarni aytib, mana shu 5 mahal namozini o'qib, mana shu xalqiga, mana shu dinimizdan, mana shu odob axloq aytayotgan so'zlaridan saboq beruvchi domla o'zi aslida qanchalik to'g'ri ish qilyapti. Xudo deymiz-u, Xudoga o'zi shunaqangi so'zlarni gapirib, Allohning oldida g'iybatni qop qilib gapirib, sochini oqi bilan, soqolini oqi bilan qo'liga mikrofon olib, hammaga o'zini ko'z qilib gapirib, internetni bomba qilib tashayotgan bu solih domla, siz o'zingiz qanchalik to'g'ri gapiryapsiz? O'zi so'nggi paytlarda mana shu domlalarimizni men kuzatmayman. So'nggi paytlarda internetda ko'p odam ko'rsa, oldiga chiqib boradi-da, u ko'p marta ko'rilsa, o'sha paytda ba'zi bir domlalarga ko'zim tushib qoladi, lekin mana shu domlalar, falonchi falonday bo'ldi, fisyon qildi, falonchi menga bunaqa deydi, falonchini xotini bunday bo'ldi degan faqat g'iybatchi so'zlarni gapirasizlar. O'zlaringiz Allohning oldiga nima deb bormoqchisizlar? O'zlaringiz emasmasizlar g'iybatchi. O'zlaringiz g'iybatchi emasmisizlar? Ayollarni ketidan bunaqangi holatlarni gapirib, yana aytayapti bu Solihjon domla. Aytishiga qaraganda aroq ichib 60 yoshlik ayol erkaklar bilan teng turib aroq ichayotgan ekan. Siz o'zi aslida g'iybatchi emasmisiz? Ekan deb. Ekanmi yoki ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Yo bo'lmasa siz kelib mana shu aroqni quyib berdingizmi o'zingiz nimaga? Piyolasiga aroq suzib berdingizmi? Yo bo'lmasa shu dasturxonda o'tirdingizmi? Mish deb uzoqdan ketirasiz gapni. O'ylanib gapiring. Sizga Xorazm ayollari tegib turgan joyi yo'q. Hech bir ayol sizga gapirib turgani yo'q. Ili sizni ham kuzatmaydi Xorazm ayollari. Sizni bunaqangi nasihatlaringiz ham keragi yo'q. Kim nima ish qilsa, aroq ichami, sharob ichami, sigareta chekami, ko'chada yurami, behayo bo'lami, Allohning oldida o'zi javobini beradi. Nima sizga Allohdan kelganmi xabar? Yoki Allohdan sizga SMS keldimi? Shunaqa qilsa, shunaqangi bo'ladi deb nasihat qilasiz. Allohdan xabar kelib turibdimi sizga? Astag'firulloh. Musulmonmiz. Lekin sizni bunaqangi Xorazm ayollariga aytayotgan gaplaringiz o'rinsiz deb o'ylayman. Chunki siz o'shani deyapti, aytayapti deb g'iybat qilyapsiz, deyapsiz. Lekin boshqalarga saboq berasiz. Undan ko'ra siz ham mana shu masjidlarning imomlari, mana shu mahallalardagi masjidlarning imomlari, o'shalar bilan bir suhbat qilib, har bir masjidga borganda falonchi joydan ehson qiling, falon joyni tuzatmoqchimiz, ehsonga qo'shiling deb majburlab pul yig'ib o'zini bir man qilib ko'rsatadi. Mahalla mana shu masjidlarda o'tiradigan imomlarni chaqiring suhbatingizga. O'shalarni kamchiliklarini chiqaring. U ayollarni falonchi, Xorazmni ayollari fistyonchi deya. Xorazm ayollari nima qildi sizni? Atrofingizda g'irdi kapalak bo'lib, raqsga tushib, o'rtaga raqsga tushib chiqardimi sizni? Nima qildi Xorazm ayollari? Nima? To'yga boribdi. To'yda xursandchilik qilish uchun boradi. Qarindosh urug'ini ko'rish uchun boradi, do'sti birodarni ko'rish uchun boradi. Nima jinozaga borib o'tiribdimi? Jinozada o'tiribdimi? Motamda o'tirish kerak, nima qilish kerak? Xorazm ayollari sizga nima qildi? Xorazm ayollari deyishdan oldin O'zbekistonimiz ayollari deb gapiring. Qaysi bir o'zingizni mana shu tug'ilgan mahallangizda yoki o'zingizni tumaningizda yoki bo'lmasa o'zingizni viloyatingizda qaysi bir ayol ichmaydi? Qaysi bir ayol mana shu yaxshi kunlar, tug'ilgan kun, bayram, to'ylarda ichmaydi? Nima? Ayollar yo Xorazm ayollari ko'chada ichib olib yiqilib qolib yotibdimi ko'chalarda? Shu holatini ko'rganmiz. Yana deyaptilar deyapsiz. Nimani deyaptilar? G'iybatchi bo'lib qolgansiz-ku o'zingiz. O'zingiz ham mana shu mikrofonni qo'lingizga olib, sochingizni oqi bilan shunaqangi hammani o'zingizga qaratib gapirayotgan gaplaringiz qanchalik mantiqli, o'rinli so'zlaringiz. Kim qilsa, nima ish qilsa, o'g'ri bo'ladimi, yo bo'lmasa fohisha bo'ladimi, yo bu alkash bo'ladimi ichadigan, Allohning oldida u javob beradi o'zi. Allohning oldiga borib kelgan odam yo'q. Yo siz borib kelganmisiz Allohning oldiga? Hech kim borib kelmagan. U dunyo borsa o'zi beradi jazosini. Alloh taolo o'zi ko'rib turibdi, kim yaxshi, kim yomon, hammasini mukofoti bilan shunaqangi qilib qo'yadi o'zini.
Lekin shunaqangi so'zlarni gapirishingiz o'rinsiz bo'lib qoldi. Kechirib qo'yasiz, lekin meni gaplarim sizga og'ir botgan bo'lsa, lekin o'ylanib, debmish degan gaplarni aytmang. Debmish degan gaplar g'iybatchi bo'lib qoldingiz siz ham. Ba'zi bir domlalar bor, bloger domlalar. Ular mana shu domlalar bir masjidda o'tiradi, yo bo'lmasa biron joyda ishlaydi demayman, men bularni bloger domlalar deyman. Bloger o'zlariga kanal ochib olib, mana shu hozir 3000 dan ziyod, yo bo'lmasa bir 20 ming, 30 ming, 100 ming podpischiki bor. Nasihat qilib to'g'ri kelgan joyda mashinasida ham falon bo'pti, pisyon bo'pti deb telefonida muhokama qilib blogerchilik qiladi. Ular bloger domlalar deydi. O'shalar qatorida siz hamsiz. Ikkinchi marta Xorazm ayollari haqida mavzu ochilgan paytida sal o'ylanibroq gapiring, chunki og'zingizdan chiqqan gapingiz qulog'ingiz eshitsin. Meni sizga mana shu so'zim. Xorazmning ayollarini ikkinchi marta og'zingizga olmang. Ayting, aytmang demayman. Xorazmning ayollari demang. O'zbekistonning ayollari deng. Ili boshqa viloyatlarning ayollarini ham, boshqa viloyatning ayollari deyishga hech qanday sizning haqqingiz yo'q. Yoki sizga mana shuni bir qonunda yo nimasida ko'rsatib qo'yilmagan. Ili siz mana shu o'qiyotgan Qur'oni Karim kitobingizda ham aynan mana shunaqa bo'ladi degan joylari yo'q deb o'ylayman. Kechirib qo'yasizda, lekin mana so'zlarim, mani e'tirozim sizga mana shunaqangi Xorazm ayollarini shunaqangi bo'ladi degan gapingiz og'ir botib tushdi. Chunki siz ham hozir mana shu ayrim bir domlalardek bloger domla bo'lib qolgansiz. Meni so'zim sizga. Hurmatli Haqiqat yo'lda kanalining hurmatli kuzatuvchilari, mana shunaqangi so'zlari odamga hozir eshitdingizlar o'zlaringiz ham aytayotgan so'zlari qanchalik mantiqqa to'g'ri yo bo'lmasa qanchalik aytayotgan so'zlar o'rinliligini bu sizlarga ham sir bo'lmay qoldi. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, mana shu ba'zi bir domlalar g'iybat qilishdan oldin, mana shu deyishdan oldin o'ylanish kerak. O'sha aytayotgan so'zlari ham, o'sha qilayotgan nasihatlari ham g'iybat aslida. Qilmoqchimi, qilsin, Alloh uchun qilsin. Alloh bilsa bo'ldi, hech birimiz Allohning domla bo'lsa ham Allohning oldiga borib kelmagan bu domla. Yo men borib kelmaganman, yo u borib kelmagan. Qilarmish, palonmish deyishdan oldin. Boshqa gapim yo'q. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.